Assalamu alaykum, hürmetlik anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinovning Momamning şifalıq doğruları degan kitabını o'qishni davomlashtiramiz. Bugungi tema xina. Xina. Yezidagi Uyg'ur dehqonlarining ho'ylisida ba'zilarining beg'ida o'stiriladigan xini to'g'risidagi rivoyatlar yo'qning o'rnida. U xalq tibobitida anchacha qo'llanilmaydi. Bar yo'q xislati uni osmiga aralashtirib, qaynatma tayyorlab, boshni yusa, kepakni yo'qitadi. Chashning tushishini to'xtatadi. Aqargan chach qariydi. Ularni davolamsimi odam yashayveradi. Meni qo'limga qalam olg'izg'ini xinining tapanning qizishini yo'qitib, barmoqlar beshidagi attikanni to'xtatishi bo'ldi. Ta ulug' vatan urushiga qadar yezi qizlari qo'llariga xina qo'yatdi. Uning usuli tövəndikicha. Xiniga zamcha aralashtirib, temir havanchida yumshoq so'qib, oqshimi xini bilan zamcha aralashmasi alqonga silinadi va barmoqlar yumilib, aralashma tirnoqlar ustiga qo'yilib, qeriqiz pilizi bilan o'rilib, usti yog'liq bilan bog'lanadi. Bu bog'loq atiganligi birli yeshiladi. Bu usul yoz bo'yi bir necha qitim takrorlanadi. Xini bo'yiqi alqon va barmoqlarni yusimi chiqmay uzoq saqlanadi. Momam Maryamxonning ta'kidlashicha, xini qo'ygan qizning barmoqlari attikan bo'lmaydi, qo'li og'rimaydi. Bu ta'riflar muallifni bir necha qitim xini qo'yishga majbur qilgan. Biroq xini tarkibida qanday moddalarning borligini momam nadin biladi deysiz. Uningdan bugunmi mening xabarim yo'q. Ammo qo'li attikan qizlar ko'p. Chunki hozirgi zamon qizlari xini qo'ymaydi. Meningcha bo'lganda Uyg'ur qizlari shu ko'n odatni jonlantirib, xini qo'ysa, o'z qo'lini o'z asirgan bo'ladi. Mushu kunlarda yosh qizlarning qo'lim og'riydi deganini anglaganimda qo'vrig'larim egilib ketdi. J ismli xodim navbatdagi dam olishini tugatib ishga tushdi. Meni yeshi yetib qolgan bu ayolning qo'liga xini qo'yib olgani ajablantirdi. Yoshligingizni eslabsiz-da, dam olishda yurib, deb chiqishdim. Bir tarafdan u deganingiz to'g'ri, dedi J miqida kulib. Biroq asosiy narsa qo'llarimning attikan bo'lishi emas. Keyingi vaqtlarda tapinim qizib, aromimni yo'qotib qo'ydim. Momam rahmeti, yodingda bo'lsin, mubada tapining qizib, beyaram qilsa, darrov qo'lingga xini qo'y, deydi. Momamning shu ta'limini esladim. Sat ko'rinyapti? Yo'q, ota-bovalar ahmoq odamlar emas-ku. Mening taxminimcha, ular uni hayot tarosida o'lchab, sinoqdan o'tkazgan. Shuning uchunmi ular bizga yetib kelgan. Anglagan quloqda nima yip bo'lsin? Jning hikoyasini anglaganga qadar tapinim qiziydi, uningga nima dora deganlarni ko'p anglagan. Baxtga qarshi, keyingi vaqtlarda hammasi dori tepib oldimi, birarsini uchratmadim. Ha, rastla. Bir yili anam rahmeti bizning uyda 5-10 kun bo'lib, andin Toshtiqardagi qarindishimning uyiga ketib qoldi. Shu yerda opamning tapini qizib, xeyli avara bo'lgan o'xshaydi. Keyin singlimdan qo'yning yeg'i bormi deb so'rabdi. Anam singlim oldiga keltirgan yog'dan qalay qo'shiqda ilib, duxovkaning oldida o'ltirib, uningda tapinini uda 3 kun kechisi maylabdi. Birinchi kechining o'zila jinim aram elib, shunchalik qattiq uxlab ketibdimanki, uyg'onib qarasam, uşaqlarning hammasi maktabga ketibdi, deydi anam. Hozir tapinim jim balam. Buni qulog'ingda tut. Kerak tashning eg'iri yo'q. Mengu hozirgacha u og'riqqa texi duchar bo'lganim yo'q. Ammo u odam tanlamaydi. Bugungi topchilik zamonda qo'yning quyrug'ini tepish hammaga nasib bo'lavermas. Xinini terib qo'ysa, qandoq yaxshi. Bugungi anglitishimiz mushu yergacha bo'lsin. Keyingi qitimliq anglitishimizda ko'rishayli. Salomat bo'ling.